antikorrupsiya. Men yer tagida e'lon qilmasa bilaman. Xudoga shukr, men 10 yil bosh vazir bo'lib kabinetda qarovlab o'tirganim yo'q. Shahrux aka, matbuot, Zokir aka, qarabanglar qani? Ucho't keldi, kimni turibdilar-ku? 2025-yil 31-yanvar kuni ichki ishlar binosina girib, qabul xonasina girgan holda murojaatimni aytib, Shahrux G'iyozov bilan matbuot kotibi ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi uchrashishi. Yo'q, siz men savolimga javob bering. Bugun sizga qonuniy berilgan yerda ishlashingizga kim to'sqinlik qilib turibdi? Mekanik oila a'zosi bilan mana ushlangan topadi, ondan keyin 102 ga chaqiram, tushada imuni jazolab qo'yiladi. Bo'ldi, yo'q, bo'ldi, to'xtab turing. Davlat ichki ishlar qani, tumanli ichki ishlar qani. Qonuniy chorasini ko'rasizlar. Bularni qonuniy yerine girib ishlashidan to'sqinlik qilayotgan odamlar qonunda belgilangan tartibda jazo qo'llaysiz. Chora ko'rasiz. Hokim bu rahmat. Bugundan boshlab shug'ullanasiz. Natsanligini toza keldirib beriga topin qaram. Baramiz ishi. Ben bile işim Yine bu berdiler mi hozir aytib? Sen kelmez öyle. Berseler hem sen gelme. Berseler ham sen kelmasdan bilamdim. Özün yerin al. Bilan gaplashmaysiz, bular bilan gaplashing. Esa bola yine berdi. Bular eshitgan. Bo'ldi. Ommaviy axborot vositalariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular bilan muloqot qilmagan rahbarlarning kelajagi bo'lmaydi. Katta sinovlardan o'tyapmiz. Bir xillar chidamayapti ommaviy axborot vositalarining savollariga, ommaviy axborot muhitini yaratishga, adolat ovozini eshitishga xohlamayapti. Lekin majbur bo'ladi yoki xayrlashamiz. Qonunbuzarlar 2020ning oktyabridan beri hali bugungacha menga bosim o'tkazib, tahdid qilib, o'sha yerdagi tadbirkorlik faoliyatimni bankrotga qilishga sababchi bo'ldi. Lekin hali ham menga ishlashga ruxsat berishmayapti, hali ham. Yaxshi, quvondim. Nazorat bo'limi tomonidan olib borilgan harakatlardan norozi. Qisqacha gapirib chiqmadan norozi. Benim qonuniy olib qo'ygan yerimda mana kecha ham 12 da gruppa bordi. Undan oldingi kunlar syomka qilib, bu yerda kech kun ishlab boshladi 12 da kechqurun. Qarang, noqonuniy o'sha bola pul ortib turibdi, qarang-da. Umuman hujjati yo'q. Xorazmni xavfga qo'yib, hurmatli general, ruxsat bersangiz tushuntirsam, aytib turgan gapi bo'yicha chiqildi. Voqeadan hech qanday shaxsiy o'zini oborib turib, aytib turgan matkan bo'lolmadi. Millionlar oborib turib, jarima maydoni garaja qo'yganlarni kecha qo'yganlar. Hozir yerda hech qanday to'xtagan payt. Unda o'zini olib chiqaydi. To'xtang. O'zini olib chiqaydi. kecha kecha ham shunday vizit bo'ldi. Hozir kecha ham so'radim, kontrol qildim. Bunday yo'q, mana hozir mana bu yerda syomka ham qilyapti. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi o'tiribdi. Olib chiqaydi, isbotlab bersin, ko'rsatib bersin. Mana videosi bor-ku, kecha 12 da masalik misiyaga telefon qilib, yana bir marta biz syomka o'zingizni ishdan qatnashib, qani buni ko'rsatib bering. Kecha bordik, kecha haqiqatan gruppa bordi, borgan payt sirazi qochgan, axborot berilganlar bor. Undan oldingi kun bizlar ishlaganni syomka qilib turib, soatni ko'rsatib, chistoni ko'rsatib, mana masalan bizga telefon qilyapman, undan o'tdi, quvonib endi shoshilmay ertaga boramiz dedi. Haqiqatan bu yoqni yubordi. Bordilardan texnikani chiqarib qo'ydilar, hech yerga tiqmadilar. Chiqarib qo'ydilar. Kechqurun ishlab keyin bular borib chiqarib qo'ygandan keyin kechqurun ishlayapti. Qarang. Yana 1,5 yil oldi, 1,5 yil. Borgan, o'sha yerda o'tirgan. Binokul olib, tushundingmi? Bo'lishi bilan zamon qilasan kelishadi. Qarang endi, rahmat, yo'q, qarang. Tushundingmi? Tushundim, meni borsam o'ldirib yurmoqchi-ku. Mana bu sudning qarorlari, mana bu sud bilan jo'nash ochildi. Hozir kelsang o'ldiraman degan zapslar, mana. eshitdinglar? Shu o'z boshimchalik qilganim uchun jinoyat ishi yozilgan. Shuni qum olgan uchun. Bildim, rahmat. Tergov harakati bo'ldi. Shu uchun yana olgan ham aybidan qo'shiladi o'shandan. Qarang, men bir narsa so'rayman, qarang. Men hozir mana udostiyam, qarang, tushundim, rahmat. Men 2 yil yuribman, akajon. Bu odamlar qistanib turibdi, vaqt yo'q, qarang. 2 yil. Bir nimani so'ramoqchiman. Qarang. Nazoratga olib, Xavfsizligimni ham ta'minlab, iltimos, endi bu ijtimoiy qo'yiladigan narsa maqsad qarang, tinch zamonda yashayapmiz. Qonun ustuvor jazo muqarrar bo'lishi kerak. Ammo axborot vositalariga shunday ta'minlab beramiz o'zimiz. ta'minlab bersalar bo'ldi, boshqa yaxshi quvondim. rahmat, sog' ol. Aytilgan Yaxshi, rahmat. Girib olib bilmaysanlar. Bizlar ishga girib alg'oq to'sqinchilik etmaslik uchun ogohlantirib qo'y. Bugun Endi odam qo'ysan dedi sizga. Bugun kelmaydim. Gelsin şöyle keyin ogohlantirib. hozir aytib kelib qolgan. Kelasan mana. Qarshiliq 100 so'm. Ben yerin. Beyanni chegalmaqa bezak, chegalmaqa. Chegalmaqa. Beyanını alır mısın? Chegalmaqa. Sen ne diyorsun bu gapı? Size yaxshi. Bu seni bekor atgan keladi o'zi aytdi hozir. Jamoat tepsa
Yo sen tushunmaysan, prokuratura xodimlari gitmaylar size qaranglar. Giriş çıkış yolunuz. Ana o kapsızlık meselesi. Ne o? Kamera ondan sonra başkası. Hemmesini teklif edip verin. Keyin şunu görüp çıkar. Bunlara teklif verelim. Yap kısası. Aşk işine çay yaptık fazla. Ben sıkıla içtiğim maşiden 5-6 metre edip ilerletip yol etip gelmedi. İbyan tarafından çay alınıverdi. Sen bu yoldan girip çıkarsan, bu yoldan girip çıkılmaysan. Ben bu yola kırdaşlara düzelttirip koymam. Al iki tak kırdaşını. Alınma. Gir Ana. Yap kısası bir yerim ben çayı ekçiresene çay alamaz mı? Yok, almışsan iyi bundan girmezsen. Şimdi o yıkıldı. Şuradan yol çözdürün. Sızırdan yol öyle. Ama kara, işlerini ver ama. Yine bir metre ama. Yine koy ama. Ücret canım çıksa. Alasan şey yani. Çıkmasa aldırınma. Kimin olsa. Men alamam. Men şöyle balası var. Sınatta babalı oldu. Yaşıma psikliğe girdi mi? Alamam işeden şey. Tamam. Sana kemetten getirdim. Kim yollar başsana? Kim ana? Aytasam yine bir aytasam dep Sen turttu. acaba ne iş yapmasın? Hüküm dep yapıp turttu. Hükümün çıkadı Xudo kalsa tez kunda. Başlanışı mı yaptın? Halı başlanış ekan bu. Hüküm etip aytamış. Xudo kalsa 229 bilan jinoyat açılsa. Menden başkaları mı geledi? Bizlere çay aldırılmış bir de. Aytamam. Şimdi ok kamaz yüklep başladı. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat. Hududa girmezlik, başka etmezlik. Girmezlik boyunca kumalmazlık, ekin ekmezlik boyunca sot tomonidan takip ko'rdi. O'zi yurtsa U boyunca eğer yine girip kanunu şunu etse, ana mecburi icraat bölümü tomonidan javobgarlikka tortiladi. Tushundingmi? Sotun qarorni bajarmasligini uchun. Yo'q, olib shuni. Tushundingmi? U unda muammo emas yo'shlar. O'ziga bitta narsa bo'ladi yo'q. Meni bir berdilar, imon oldi. Bir ayda to'xta. Yaxshi, mana endi olgan shuni. Hamma vaqtlarda ham mana bu. Endi 4 yildan olib keladi. Sizlar ham ina ekologiya turgan. Bizlar prokuraturadan bu yerga girib kum olmasin, ekin ekmasin degan qaror bor, sud qarori. Endi shuning uchun kamera qo'yapmiz. Rahmat, do'sti. Bundan tashqari hududda men kum asam, men yuqori turuvchi organlara qonun oldida javob beraman. Buni eldida ber. Buni so'raman o'zim. Yo, men keladi. Ish yuzda ijro hujjatlari ijrosi esa ta'minlanmasdan qoldiqda qolmoqda. Uchrashuvda sud hujjatlari asosida chaqirilgan ijro hujjatlarining muddatida bajarilishi, mavjud muammolar, ularni bartaraf etish choralari haqida so'z yuritildi. Shuningdek, Yoshilma aytaman size. Amal qara. Aytsin. Yüşede yeri başkalar ham şey yükleşi gerek mi yüklemesem. Başka yüklemesem kondogam yüklemeydi. Ina. O'rgandingizmi? İşiga tushgan. Hem yükleşi gerek. Hiç kimden korkmayın yapayım. Tushundingizmi? Prokuror mana bu yerda turibdi, janob oliylar, tuman prokurorlar. Ala shuni. Ana shu gap uchun jazo qo'llanadi. Hem şey yükleşi gerek. Benim yüklemem başka yükledi, başkalar ham yükledi. Gap bo'ldi. Endi ben topshiriq berdim. Yana takrorlamang gapni. Sizdan iltimos, yana takrorlamang. Yuzlagan odam kutib o'tiribdi. Qog'oz aytib Keyin ish oladi. Ekologiya organlari qonunchilar. Eng oxirgi yurek. Bundan noqonuniy buni noqonuniy deb ishlatmayapsizlar. Bu vaqtda noqonuniy ishlatdik. Hozirgi kunda ishlab turibdi. Sotda o'tirgandirsan, lekin nega ishlab turibdi? Holat Gel tutmuş sazı. İbyan tarafta kamazlara çay yüklep turganını gelip resim alıp veringlar. Abi ötünceğiz gitadi yine, men kamera alıp tutup yükleganlar. Ötünceğiz gitadi bu. Bu qara ana. 2 yil oldu. Prokuraturam iskarıp endi buni tiyinda kimlar borligini o'zim bilaman, lekin iltimos men o'z yurtimda fuqaroda masala tadbiqotga chiqmay shuni so'radim. Bu qana. Lekin qarang, siz topshiriqlarga olib shuni terimlab turib bilmasa, siz ishidan ketadigan kunda qonun buzib tergazalik kesib turib yurmaydilar. Mayli ko'rmasa, mana tashkilot rahbari bor, buni nazorat qiluvchi tashkilotlar bor, bizni eshitib turgan yana bir boshqa tashkilotlar bor. Kimgadir buni peshvoy qilib, shu odam foydalansin deb o'tirgan bo'lsa, ertaga borib
Ben başkalar loy çıkarıp tuttuk ağabey. Kim çıkart tuttu? Ben 3 günden hala ama Aslan bu saz koyduğuna 3 yıl ayrıldım. Sıkma bu saz koyduğunu bilasın mı? Ben zo'rab shu. Nima uchun qoldi? 4 yilda verin shu gap aytib kelayotir. Sobirov Suhrob mahallaning ichki ishlari. Mahallaning. Birikkiga telefon bera olib, inozi yallamizda guvoh bilan birga kelamiz ham vaqti. Guvoh bilan Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa. Yana o'sha gap. 2024-yil 15-noyabr. 15-noyabr günü şu holat to'xtamidan sudning qarorini majburiy ijro xodimlari bajarmasdan shuning nima yo'l etib keldilar. Assalomu alaykum. Xazaras tumanidan bog'lanib turdik. Noma'ma Xazaras tumanı neresi? Xazaras tumani Yangiobod mahallesinde yaşaymiz. Kamolat mahallesinden sudning qarorini mensimasdan noqonuniy dambani buzib kumanib turibdi Matkarimovlar. Bu doğrusunda 3-4 yildan murojaat etamiz. Xabarlarınız bo'lsa kerak. Shuni syomka etib turdik hozir. Kamolat mahallesindesiz. Eng holat bu turgan joy Kamolat mahallesi. Hava sudning eng qiziq yeri sudning hukmi chiqqandan shu 4 aka ukaga shu himoya hududiga girib ekin ekmasin, qum olmasin degan qaror chiqqan. Lekin shu 4 aka uka shu ikkisi to'xtatmay Öz boshimchalik bilan qum tuttiradi, to'g'rimi? Hava. Lekin Sobirov Suhrob bering ichki ishlar xodimi menda qo'limda dalil isbotlari turibdi. Sizlarning endi forma kiygan ichki ishlar xodimi mahallasining Safarov Quvandiq. Hozir siz Xazaras isbotlashib berasizlar. Mahallesinde hozir kim deganlar deyiz? Matkarimovning oilasi shunda. Matkarimov G'ulom, Matkarimov Qodir ikkisi aytdi xona. Lekin Sattor Islom deydigan aka ukalaridan ham qaror chiqqan, sud qarori shu 25 martaba jarima bo'lgandan keyin yer egasi havo hech qanaqa hujjati sudning qarorini buzib yana sud qaror chiqarib qo'ydi shu hududga girib shular kum olmasin degan. Chunki 20 martaba necha marta ma'muriy bayonnoma tuzilgandan shu dambani buzganligi to'g'risida. Katta kanalning dambasini buzib yana ekologiya bilan jinoiy til biriktirgan qo'limda dalillari bor. Oldu az Xazaras bog'lanadisizlar. Yo'q, Xazaras emas, viloyat desangiz, viloyatni olmaydi beraman. Yozib bang. Men lekin Xazarasga yo'naltirib bilaman. Bu qani bizda hozir Xazarasda bozamiz, Xazarasda tashab bilamiz. Yo'q, hozir maqsadim zo'r hozir Xazaras tashanglar. Xazaras shu uchastkavoy aytadi. Uchastkavoying bizlara keldi meni yo'q degan gapi kerak bo'ldi. O'zi bitib bo'ldi bu. 4 yildan pishdi bu ish. Shuni aytib qo'yaring siz. Yo'q, men murojaatni Xazarasga yo'naltiraman. Bizda shu shahar tuman bo'limlariga yo'naltirishlar. Bilaman, rahmat, bilaman. Shu yerga tashab bering, shu rahmat, sog' olun. Inozaq 102 ga chiqdikmi? Sobirov Suhrob hozir bir zamondan keladidan 15-noyabr yana shu xon ko'nimizga xonam yana nomeri yo'q. Necha vaqtlar nomeri yo'q xona dedi, keyin aniqlanmadi degan gap, ham ichindagi haydagi odam noma'lum bo'ladi ish qilib 4 yil shu o'yin davom etdi. Lekin bu kanalning katta kanalning muhofaza zona bu. Yine yine oq kamaz geldi yine yüklep duruş. Yine aslanlab bir gap tutacağım.